Tasavvur qiling, atigi 3 oyda daromadingizni 1 milliard dollardan 2 milliard dollarga ko'tarish. Bu na ChatGPT, na Google. Bu dasturchilarning sevimli dasturi bo'lgan Cursor. Bugun biz qanday qilib kichik kod tahrirlovchisi butun boshli 30 milliard dollarlik gigantga aylanganini tahlil qilamiz. Cursor haqidagi bu yangilik hozirgi kunda butun IT va startup dunyosini hayratda qoldirmoqda. Cursor hozirgi dunyodagi eng tez o'sayotgan startuplardan bittasi. 2026-yil fevral holatiga ko'ra kompaniyaning yillik daromadi ko'rsatkichi, ya'ni ARR 2 milliard dollardan oshgan. Atigi 3 oy oldin 2025-yil noyabr oyida bu ko'rsatkich 1 milliard dollar edi. Ya'ni daromad 3 oy ichida 2 milliard, ya'ni 1 barobar o'sdi. Tarixiy rekord esa 2025-yil yanvar oyida eng tez 100 million dollar ARR ga erishgan startup sifatida ChatGPTdan o'tib ketdi. Bu strategik burilishga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Ular fokusini B2C marketdan B2B ga o'tkazishdi. Hozirgi daromadining 60% aynan yirik kompaniyalardan kelmoqda. Asosiy mijozlari Nvidia 30 ming dasturchi, OpenAI va Budweiser kabi gigantlar Cursordan foydalanmoqda. Mijozni to'g'ri tanlash Cursorni butunlay o'zgartirdi. Yolg'iz developerlar arzonroq market sifatida alternativ bo'lgan Cloud Code yoki shunga o'xshagan tizimlarga tez o'tib ketadi. 2025-yil noyabr D-round yakunida loyihaning qiymati 29.3 milliard dollar baholandi. Asosiy investorlar Axel, Kochu, A16Z, Strive Capital, eng qizig'i Nvidia va Google ham investorlar qatorida bor. Shaxsan o'zimni e'tiborimni jalb qilgan ma'lumot, bunday katta milliardlik loyihani atigi 300 kishilik jamoa bilan amalga oshirmoqda. Lekin bozorda tirik qolish va pul ishlash juda ham qiyin. Ayniqsa AQShdek konkurensiya baland bozorda. O'tgan hafta Twitterda dasturchilar trendi ko'zimga tushib qoldi. Unga ko'ra, ommaviy ravishda developerlar Cursordan Cloud Code'ga o'tishni boshlagan. Bunga asosiy sabab Cursor qimmat, stagnatsiya bo'ldi degan gap-so'zlar ko'paydi. Ma'lumotlarni o'qisam, Cursor tugadi deyishayotgan edi. Lekin Cursor hammani shokda qoldirdi. Lekin Cursor jim turgani yo'q. Kutilmaganda Bloombergda juda ham katta bir maqola keldi. 3 oyda 2 milliard dollar daromad va bu daromadning 60% korporativ, ya'ni B2B segmentdan edi degan maqola chiqdi. Bu yerda timed leak strategiyasi juda ham zo'r ishladi. Ya'ni kerakli vaqtda kerakli ma'lumotlarni chiqarish tizimi. Hozirgi daromadning 60% individual foydalanuvchilardan emas, aynan korporatsiyalardan kelayotganini haqidagi ma'lumot. Shu joyda dasturchilarga savol. Sizningcha Cloud Code Cursorni yutib ketadimi? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.